Mana bu yerda burangi Rossiya davridagi oq qayinlarim bor ekan. Judayam chiroyli qayin daraxti. Hammadan ham eng zo'ri qo'ziqorin terib edi. Qo'ziqorin. Bugun Xudo xolasa havo aynida yana qo'ziqorin tergan chiqsam videoga olib tashlayman. Hayotimda birinchi marta o'zim qo'ziqorin terib yedim. Pishirdim. Salat qilishib berdi. Pishirishib berdi. Pishirish texnologiyasini ham yaxshi bilmayman qo'ziqorin. Hayotimda termaganman, yemagan. Lekin qo'ziqorinlar bor ekan. Dahshat. Tog'ni tepasida juda ham katta soy bor ekan, shunaqa. Tashitlarda qo'ziqorin bor ekan. Bu soyga qaranglar, go'zal. Oldida mana voy chechaklar ochilib yotibdi. Soy sharqiragan, juda ham hozir 2 kundan beri havo aynigani uchun yomg'ir yoqqaniga suv juda ham ko'p. Tabiat juda ham go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu chechaklarni qaranglar, o'tloqlar. Mana makta buqalar ekan, buqa deyishar ekan. Otlar, buqalar mana. Bu mashinamiz, men minib yuribman 716. Mana shu yerda ham mashinamiz bor. Xudo xolasa O'zbekistonda ham to'liq minib yuraman deb bu yerda milisa yo'q ekanda, bemalol minib yuribman. Mana qayin daraxtlarni qaranglar. Mashitlarga ham bugun Xudo xolasa kart, ya'ni so'rilar qo'yiladi. Mayda juda ham katta stariy oq qayin daraxti bor ekan. Bu yer quruq yerlar Qirg'izistonda. Lekin mol boqishga ruxsat ekan. Mana qayin daraxtini qaranglar. Juda ham chiroyli, go'zal. Xudo xolasa hammalarga bu go'zalliklarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kelasizlar dam olib, Xudo xolasa qo'ylar so'yamiz, ularni hammasini mehmon qilamiz deb kelasizlar joni jigarlarim. Hammalarga ilinayapman. Qani hammalar yonimda bo'lib qolsanglar, maza qilardinglar. Bobosh, nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Aytyaptimi nima?